necha bosaman, Ha. qorni bosh barmoq bosaman. Ey, rahmat, Mana rahmat. aytganimizda etmish sizlarga. Ha, yaxshi og'a, xudo xolasa nasib. Yo'liqqan tushiramiz. G'ozmonlar kam tushib turibdi-da. Nasib xudo xolasa. Rahmat, e'tibor uchun rahmat og'a. O'ktamboy ham sana. Rahmat, rahmat. O'ktamboyni ukasi chiqadi, Og'abek ukasi chiqadi. To'q bozaringga bosaman ham. Rahmat. Toshkentda Toshkentdanman, Toshkentdan ko'rib yotibman-da ko'pchilik yozadi. Men yozaman har vaqtdan. Joningiz omon bo'lsin og'a, rahmat. Sizlar shu poddeshga turganlaringiz bilan yuribmiz bizlar ham. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Xudo xohlasa bugun ko'rib turganlaringizdek 4 yil bozoriga keldik. Dehqon bozoriga keldik. Qo'ldan kelgancha bugungi narxlarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Kanalimizga yangi o'zinglar obuna bo'linglar, bir like bilan bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa sizlarga kerakli, foydali bo'lgan videolarni chiqarishda davom etaveramiz. Dollar kurslarini aytib o'tadigan bo'lsak, 100 AQSh dollarimiz 1.205 ming so'mga ko'tarildi do'stlar. Rossiya rublimiz bo'ladigan bo'lsa, 1000 rublimiz 151 156 turibdilar. Hammangiz yaxshi kayfiyat, xudo xolasa. Nechadan oldingiz olmani? Assalomu alaykum. Alma 5 ming so'm ekan, 4 dan ham beraman dedi. 4 dan ham beraman deydi. Ey, qayerda Juda shuni oldingiz? qapma qil. Tanqilab turibdi. Gap yo'q og'a. 4 mingdan ham beraman deydi. 4 mingdan ham beraman. Malades. Xurmalancha berib tursiz. Xurmalarni. Xurmalancha berib tursiz. 10 ming, belgisi 9 ming. Belgisi 9 ming. Olmalarimiz 4 mingniki shunday, ha? Hey, gap yo'q. Juda zo'r. Juda zo'r, ha? Arzonchilik malades. Arzonchilik bo'laversin, ha? Daim. 23 bo'lish kerak edi. Qancha berib tursiz? Ana. Mana 12, 11. Hani 12 11 berilib turibdi. Ananas necha berdingiz bugun? Ananas Ha, 25 bo'l. 25. 22 orqalar. Gap yo'q. Ana do'stlar, kelaverasizlar xudo xolasa. Salomat bo'ling. Midovki ko'paygan bizning bozorimizda. Midovki qaranglar. Tonna kelib turibdi. Midovki necha so'm bo'ldi? Egasi yo'qmi buni? 35 ming so'mdan. Limondan. Limon ham 35 ming so'mdan ekan ana do'stlar. Anarlar necha so'm? Anar. Egasi yo'q, yurtmi seni? Narx so'rab, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sağlık yaxshimi? Oydin. Anarlar necha so'm bo'ldi bu? Ular kiloga 10 so'm shu. Kiloga 10 ming so'm shu, o'zgargani yo'q. Malades. Paketining? Paketi 9 ming so'm beramiz. Aynan do'stlar. Analarimiz har doim bor, ha? Malades, ko'z değmesin. Midovki ko'paydi, ha? Necha berib tursiz? 180 yaşga. Yoshga 180 kilo. Kilo 35 Kilo 35 ming so'mdan aynan do'stlar. Kelib olaverasizlar. Limon ham 35, ha? Misli. limon. Paketdan necha berib tursiz limonni? 32 ming so'm berilib turibdi. Kivilarning? 27 ming yaşga. 27 ming yoshga. Basing basavering degan vaqtda aytaman Saparva. Basing. 12 ming so'm yaşga. 11 ming so'm. Bular 11, bular 15. Bular 11 yine. Bular 11 ming so'm. Yoshga. Yoshga. Gap yo'q. Piyoz necha so'm bo'ldi? 2 ming so'm. Piyoz 2 ming so'm qoldi. Kilo? Kiloyun tek optum baha. Ha, o'pdim baha. Setga olaverasizlar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Anani yeb ko'rib o'zingiz keyin sotib turibsiz deyman, ha? Qo'shlanki. Qo'ng'ilankimi, yaxshimi ekan? Yaxshi ekan. Malades. Necha so'mdan beribdi ekan? 10 mingmi shu? Shu. Shu ko'ring shu, ha? O'zim ham olib ketdim, shiral ekan, zo'r ekan. Nosh piyoz necha so'm? Bog'i 1000 so'mdan aynan. Limondan 35 shu. 35 ming so'mdan. Mikroplanmang. 3 ming so'm bog'i, ha? 3 ming so'm bog'i. Apelsindan 20 ming so'mdan aynan do'stlar. Olmalarni necha so'mdan necha so'mgacha? Yaşga 17 veriladi, 18 veriladi bu. Aha. Alma yaşga 12 ming so'm, kilo 13 ming so'm. Kilo 13 ming so'mdan. Midovki sizlar 35 mi? 35 yaşgasi 30. Yoshgasi 30, kelaverasizlar. Salomat bo'ling. Xurmo necha so'm berdik? Kurmalar 15 ming so'm, 13 ming so'm. 15 ming so'm, 13 ming so'm. 15'liki qani, 13'liki qaysi? Bular 15 dan anjir. Bular 15 ming so'mdan anjirlarimiz. Bu korolek xurmalar 13 dan. Korolek xurmalarimiz 13 dan. 10 dan oddiy xurmalarimiz. 10 dan oddiy xurmalarimiz. Alo. Tak, shunda bular necha so'm dedik? 9 ming so'mdan. 9 ming so'mdan. Shikolat. Olmalarmizmi? 10 dan, belgili 6 dan. Bular 10 ming so'm, bular 6 ming so'mdan. Setgancha berib turibmiz xurmo. 8 ming so'm, optum baha. 8 ming so'mdan berilib turibdi ana setga do'stlar. Dastavkalar bormi? Dastavkamiz yo'q. Dastavka yo'q, kelib olaveradilar, ha? Savdo baraka bersin, salomat bo'linglar. Endi bu taraflarni ham ko'ramiz do'stlar. Xurshidbek, yangiliklar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Sovuq, üzümçe son bo'ldi. 12 ming so'm, yashikka 11 ming so'm. Yaşki 11 ming, kilo 12 ming so'm. Pomidorlar ne? 23 ming so'mdan. 23 ming so'mdan. Badring Badırga 30 ming so'm. 30 ming so'm. Obunachilar bilan biz salom alaykum. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, yaxshisizlarmi? Chin yurakdan aytish. Sovuqlar bilan ham menga. Ha, obunachilarimiz ko'pisi daniydi axir. Mana Xurshidbek bu yerda ovqat pishirib o'tdi. Ne ovqat bugun? Ko'rsatib bering. Bag'ir qovurajak. Basıldımı bağır? Yine bağırını verdi yine kavuracak oturttu. Yağ kızıttı. Başla beraberemiz. Ebete geleveremiz ha? Gel yok. Yetem ağı? Gidadi. Gel yok. Malades Xurshidbek. Limon çasın. Limon 35 ming. 35. Midovki? 35 ming. 30. Zamça ne? Zamcha 20 ming so'm tanasi. Zamça 20 ming so'mdan danası ne? Ananaslar ne? 25 ta ananas. 25 ming so'm. Almalınca so'm necha so'm acha? 15 ta 12 ta 10 deb. Ana. Apelsинler? Mandarin. Mandarin. 25 ming so'm. Apelsin ne? Apelsin 14 ming so'm. 14 ming so'mdan geleverasizlar. Chesnok kilosi? 30 ming so'm. 30 ming so'm. Muhriddin nishatdi gelmedimi? Soğuktan korktun mu bugün? Yo'q, bugun ishi bor ekan. İşi var mı ekan? Salamat bo'linglar, yaxshi, Xurshidbek. Leginchini necha yatırmiz? 5 ming so'm. Shiralimi? Qani ko'rsating qani. Va bu yeb ko'rmaycha ma'lum bo'lmaydi chiqar. Ha? Yo'q, shir qizilni qarab turib aniqlasa bo'ladimi? Qizilgina gap yo'q. Hamma yeb bo'ladimi? Kızılı yaxşı oldu şu Ha. an. Hiç altta Buni dumlab yegan yaxshimi? Nishat yeyiladi bu o'zi. Qaynatib, qaynatmaysan mana. Mant qozona bosasan, yanginga. Mant qozona bosasan, kashka qancha so'm? Kaşkeler 4,5, 5, 6 bin so'm kiloga, palta 4300, limon 4800, arg'ana 5300 etbana. Kelaverasizlar do'stlar. Savdoni aytaveringlar, yaxshi. Gap yo'q. Beyanlarni ham yurib kuzatib boraman. Bir like'larni bosmanglar, like'larni bosib qo'yinglar. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik odamlar like'larni bosmaydi. Bosinglar jonini olib, bangillatib bosib qo'ysanglar, sizlarga kerakli foydali videoni chiqaraveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gashilar Yashillar nedan bo'ldi? Yeşille 2 ming so'm. 2 ming so'mdan. hammasi bir xil. Kiloga hammasi. Qalta qancha berasiz? Palta 1800. 1800. Karamcha so'm berib tursiz. Kerem 5 ming so'm. Mesning? Mesni kerem o. Mesni kerem. 5 ming so'mdan ana. Tak. Turklarning? Türkler 2,5'dan. Erdem Bey, 2,5 ming so'm. boğaz mallarını çürüngler. Assalomu alaykum. Kurra mallarını çürüngler. Yaxshimisiz? Bo'ldi og'a, bo'ldi. Bo'g'oz mollarni ham tushiramiz. Mollar bo'g'oz bo'lmaydirdi. Oyet mindirdi mollara. Zapçaz bozar göremem, maşın bozar göremem. Xudo xolasa nasib og'a tushiramiz, hammasidan tushiramiz. Instagram'a yürekçe basaman, Ha. arına baş parmak basaman. Ey rahmat, Bana rahmat aytırım og'a. hissetmiş sizlerge. Ha, yaxshi og'a, xudo xolasa nasib. Yo'liqqanni tushiramiz ha. Bo'g'oz mollar kam tushib turibdi-da. Nasib xudo xolasa. Rahmat, e'tibor uchun rahmat og'a. Ökten boyan sana. Rahmat, rahmat. Ökten boyan ükesiz kaldı. Ha. Ağa bek ükesiz kaldı. Tavuk pazarına basaman ama. Ha, Akşam rahmat. geldim Taşkent'e. Toshkentdan ko'rib yotibman deb ko'pchilik yozadi. Ben yazam her vaktan. Canı zaman bo'lsin og'a, rahmat. Sizlar shu poddeshga aytib turganlaringiz bilan yuribmiz bizlar ham. Canı zaman bo'lsin og'a. Nima oldingiz? Kashkami? Malades og'a, canı zaman bo'lsin. Kirib keltirgan yangi yillarimiz bilan. Canı zaman bo'lsin. Hammasidan tushiramiz og'a, xudo xolasa. Mal bazarına, maşın bazar. Bo'ldi og'a, xudo Verese xolasa. bitlerden. Bo'ldi, nasib og'a, xudo xolasa. Oq piyoz necha so'm bo'ldi ekan? Usmon Bobojonov. Bo'ldi og'a, yodlab qoldim. Usmon Bobojonov. Akkaunt. Piyoz necha so'm oq piyoz? 4,5 ming so'm. Kash qancha so'm o'lchadingiz? 4600. Bular 5,5 iyrilari. Bular 4600. Gap yo'q. Bananlar 15 ming so'm atishdim. Assalomu alaykum. Aksiya. Ekvalit, Ekvador. Necha kun aksiya qo'yamiz? 2 gün. 2 kun aksiya. Bormi o'zi ya, bormi shu? Bari şu az kaldı. 2 kuna yetmaydi-ku, bugun tamom bo'lib qoladi-ku bu. Bugun kelsalar, Kaldı. ha, korobkada bor. 33 ming so'mdan midovkalar sizlarda. Gap yo'q. Ananas necha so'm bo'ldi? Ananas 30 bin so'm. 30 ming so'mdan. Xurmalarimiz necha so'm? Kurma 10 bin, 12 bin. 10 ming, 12 ming so'm. Bular 10 mingmi? 10 bin so'm ha. 10 ming so'mdan ana. Tak, yana nima olaba bizlarda yangilik? Bular 12 ming so'mdan, hammasi bir takiz. Kızılan 12 bin. Gap yo'q. Uzumlar ne? 6 bin so'm aksiyada koyduk. 6 ming so'mdan aksiya bugun. Gap yo'q yana, 6 ming 10 so'mdan. tonna kaldı. Yeterli büyünemez. 10 tonna qoldi. Tonna bak. Gap yo'q. Yeterli. Limon necha so'm? Limon 35 bin. Limon 35 ming. Nashvatalar ne? 18 bin. 18 ming so'm. Analar ne? Anar 15 bin. Neden katta bu? Her qaysi 500 gram gelemmi? Bak kenarları. Hey, gap yo'q lekin. Surxondaryoning shirasi zo'rmi? Acayip.
Bu zamçaga o'xshab ketibdi-ku bu. Necha so'mdan bu? 20 ming so'm. 20 ming so'mdan. Nashvatilar bularmi? 18 ming. Bular 18 ming. Dastavkilar bormi sizlarda? Pomidor bor ekan. Necha so'mdan? Pomidor 25 ming. 25 ming so'mdan yana do'stlar. Asadbek, savob yaxshimi aka? Dastavkilar bor. Telefon nomeri aytib o'tamizmi ukam? Asadbek? 95 dan 104 41 21 4 yil bo'ylab dastavka etib beraveramiz. Xohlagan turdagi shu yerda ko'rib turgan meva chevalari. Boram 400 ming so'm. Ya, korobkisimi? Berasiz ichini? 400 ming so'm. 400 ming so'm Ekvador. Ekvadorniki. Dahshat ekan. Xolam yo'q. Shu durishi 400 ming so'm, ha? Bundan dastavka etib beramiz-ku. Молодец, her daim bor Asadbek. Молодец, canlarım olmasın. Savdolansa baraka versin, kelaverasizlar. Aksiyalarimiz davom etadi. 13-15 ming so'mdan qo'yib bersizlarmi? Bananni? Bananni? Gap yo'q lekin. Xalq xazasini sog' bo'linglar. Zeliylardan bir ko'rsatik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Necha so'mdan bo'ldi kroplarimiz? 5 ming so'mdan. To'ychilarga esa ikkisi 5 mingdan beramiz. İkisini 5 mingdan beramiz, ha? Ular hammasini. Piyozlarmi? 5 so'mdan beramiz. 1000 so'mdan bog'in. Uzumlara qaranglar, uzumlara. Necha so'mdan bo'ldi? Uzumlarni to'ychilarga esa 6 ming so'm, kiloga 7 ming so'm. 6 ming so'mdan berib turibmisiz? 7 ming so'm, 6 ming so'm, qoyil. Turmalar kiloga 12, yashga 10. Midovchilarni? Yedir kilo yashga 160 ming so'm, kiloga 32 ming so'm. Kiloga 32 ming so'mdan ekan. Gap yo'q. Olmaning? Almani to'ychilarga esa 11 etib beraman, kiloga 12. Gap yo'q ana. Hammasidan bor, xudo xolasa. Ina ko'rib turganlaringiz qaranglar. Qora uzumlar ham bor ekan-ku sizda. Buni yashirib qo'ysiz buni? Endi egalari bor keladi. Egalari bor? Bu yana chiqarsak 3 kilosini bir qalta olamiz deb yetib turibdilar. Gap yo'q. Qop. To'ychilarga esa majbur ijrodan olib turibdilar. Mana, qop-qora uzumlarimiz bor ekan. 50, org'i 45. 50 ming, 45 ming ang. Yirirdilari. Kelaverasizlar yurtdoshlarni. Gap yo'q. Shuni aytaman, buni bir yarasima tushadigan darajada chiroyli ekan, iri ekan. Dastavki bormi sizlarda? Rahmat. Ichida hang. Gap yo'q ana, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar. Ha, kim yanglishdi? Assalomu alaykum. Necha so'mdan berdingiz baliqni, Murat aka? Necha so'mdan berdingiz? 25, 41, laqqala 18. 25, 41, 18. Gap yo'q. So'ydirib berish ichindami yo'q? Молодец. Qaysini so'ydirib berib turibsiz? Assalomu alaykum. Hammasini so'ydirib beraman. Necha so'mdan? 26 Bir de leşlerimiz bu yine. 26 ming so'm. Leshlar Leşlerimiz keldi. 35 ming so'mdan 2 kiloluk leşler bula. 35 ming so'mdan. Mesni bu, ha? Neyse, çölünü bala. Ko'lni baliq ana do'stlar. 26 ming so'm, 25 ming so'mdan so'ydirib tozalab beraman. Asadbek baliqlardan yangi kava. Kana balkadan mı kana? 24 bin so'mdan beramiz ya, diğeri. 24 ming so'm. Ova. So'ydirib ham beramiz içinde şunu. So'ydirib berish ichida laqqala olmang. Lakkala 18 bin so'm. Yo'q, sütla bayda 26 bin so'mdan beraman. 26 ming so'mdan beramiz. Diğeri o'ynab turibdi. Juvoy. Tam bir kalla. Gap yo'q ana, kelaverasizlar. To'ychilarimizdan necha berib turibsiz? Qayt beraman, to'ychilara 23 dan beraman. Kelaveradilar-ku, ha? Kelaveradilar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bekdan boy yaxshimisiz? Sog' yaxshimi og'a? Necha so'mdan qo'ydik bu yil? 48 ming so'm. Narxi sindi. Ha? 48 ming so'm so'rab beramiz. 48 ming so'mdan so'ydirib beramiz. Sarsazonlarni. 48 ming so'm. Yerlarining bularni. Yerleri 50 ming so'mdan berib beramiz. 50 ming so'mdan beramiz. Birlerde var. So'yib berish ichida. 50 kilo. Bu neden katta baliq bu? Bulanchadan berib tursiz? Neden? 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Belamurni? 35 ming so'm. Al gezi. 35 ming so'mdan. Belamurni? 60 ming so'mdan belamur varmış. 10 ming so'mdan mı? Qani? Bekleri çıkarmayın tutmaz. Az chiqaraman. Baba keyin ya bugün için son dersine qarab kelsin. Bo'ldi. Bugün az çıkarma. Bo'ldi. Yo'qadan so'rab beradi. 2 kun burun ko'rgan narsani so'raydi. Yo'q, kundagisin kunda chiqaraman-ku men videoni. Tak положимni. Yaxshi. 10 ming so'mlik baliq qaysi u? 22 ming so'm algan. 10 ming so'mdan baliqlarimiz. 5 kilo bir kilo bu yine berdik kalka. Kamadı ucu balık. Az qaldimi? Kamadı az da 15-20 kilo balık kaldı. 10 ming so'mdan gap qilinglar. Bularni? Bugün geldi. Buna 22 ming so'm verdi. Pazarda sıra zoptunda geleverez beni. Gel yok. Sarı bende. 5 ming so'mdan, 10 ming so'mdan do'stlar. Kelaverasizlar. Bulancha so'mdan? 24 Ne degan baliq bu? Maybaş değil. Maybaş. Necha so'mdan? 24 ming. 24 ming so'mdan aynan do'stlar. So'ydirib berish ichida qo'ying. Bu 40 ming so'mdan sazan balık. Bular 40 ming so'mdan sazan baliqlarimiz. Bular bu sazonlarni Bular 45 dan. 45 ming so'mdan kelaverasizlar do'stlar.
Aleyküm, yaxshimisiz sağ ol. Aleyküm assalom. Lazerlerimiz şu 13 ming so'mdan, ha? Xalta qancha berib tursiz? Xaltaga 12. Nökslerimiz 8 ming so'm. 7,5 7. Alangalarimiz 12 ming so'mdan. Nina. Xaltasi bilansa 11 ming so'm qaytaradi xaltaga olinsang, hammasidan. Gap yo'q, ana kelaverasizlar, birinchilarini olaverasizlar. Sizdan shu bahomi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 10 mingdan alanga. 10 ming so'mdan alangamiz. Tushunarli. Nöksang? 7,5. 7,5 ming so'm. Xaltaga. Xaltaga 7 ming so'm beramiz. Nina nökslarimiz. 7 ming xaltaga 6,5 berdi. Nina ham nöksang? 6,5 ajoyib Ya ekan. bu 5 ming. Bular 5 ming. Lazerni yarmasimi? Sinikimi? Yo'q. Ha, internetga chiqaribman. Hay? Siz romaningizni zo'rku? 150 ming so'mdanmi? To'q romal bang. 200 denem var, 250 denem var. Yana. Endi aldimiz qish, hang? Andallı. 200'lüklerim, 200'lüklar ham bor. 200. Qalin ekaning. Mana o'zingiz to'qiganmisiz? Oo, qo'l. Yine qo'ldan. Ana unda bir siz nomeringizni qoldirib ketik. Analarimiz olib borasa opa-singillarimiz. Telefon nomeringizni aytasizmi? Yine 200 ming so'mdan, 150 ming so'mdan do'stlar. 33'ten, 33'dan 387, 387 61, 65 88. 88 anamizga telefon uraverasizlar. Romanlar kerak bo'ladigan bo'lsa yana issiqqina qishayi sezon kelgan. Xudo xolasa endi siz ana harib qolasiz. Bizga obunachilar olib tashiydanmasin borini. Ko'p ming bunni? Ha, xudo xolasa oladilar. O'zim benden başka tokumaydı bana. Gel yok. Ben tokuyum. Charchamang ana, charchamang yine. Qo'lda ishlangan. Ben Allah'a şükür. Shu nomerlarda bo'ladi-ku, hang? Havasına 4 yil ichida inshootdan topishsangiz mumkin anamizning romanlarini. Salomat bo'ling, ana charchamang. Do'stlar, bizlar ham videolarimiz shu yerda ekanimiz. Sog' bo'ling va salomat bo'ling va videolarimizni oxirigacha ko'rib kuzatganlar, birdan like'larni bosib qo'yinglar, kommentariya yozib qoldiringlar. Xudo xohlasa sizlarga kerakli, foydali bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.